Barchaga assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan men Ismat Muhammad Ali. Bir necha kunlik tanaffusdan so'ng demak video darslarimizni oxirgilarini yozib tugatib qo'yamiz o'quvchilar. Bugun juma, barchalarga juma muborak bo'lsin o'quvchilar. Xo'p, oxirlashib borgan demak sizga darslarimiz, demak sizlar bilan 53-videolarni yozayotgan edik. Xo'p. Demak 53번 쓰기 bizda adashmasam 21-video edi bu. Bizda demak bo'layotgan hodisaga yo'g'a, ya'ni samaralarini ko'rib chiqamiz. Qanday natijalarini bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda bitta namuna bolalar. So'ng namunani ko'rib chiqqanimizdan so'ng sizlar bilan ushbu diagrammani sizlar bilan tahlil qilamiz, xohlas yozib. Xo'p, birinchi o'rinda demak diagrammani ko'radigan bo'lsak, bizda demak so'rovnoma o'tkazgan markaz Cho'sakigon bor ekan va u nomi Enerji Chongchek Yonguso, ya'ni energetika siyosatining tadqiqot markazi ekan. Ushbu markaz mavzusi 신재생 에너지 비중 변화, ya'ni yangitdan qayta tiklanadigan energetikaning ulushining o'zgarib borishiga doir sizlar bilan demak so'rovnoma o'tkazgan ekan. Endi bir tahlil qilamiz bularni. Ko'rib turibmiz, bu yerda yilning kesishmasidan 18-yil hamda 30-yillar berilmoqda. 18-yilda eng katta shu qayta ishlanadigan, qayta tiklanadigan energetika esa Voncharyok, ya'ni yadroviy energetika deyiladi. Mana shu bolalar yadroviy, Koreyada yadroviy energetika 5 ta joyda joylashgan. Shaxsan men Pusanda yashaganman. Shunda Pusanda Volle degan qaysinda ekan. Volle degan tumanida dengiz bo'yiga yaqin joyda shu yadroviy demak bizda masalan O'zbekistonda Jizzaxda qurilyapti-yu. Xuddi shunaqa bor edi. 5 ta bor. Koreya buni 4 tasini ishlatadi, bittasini zaxiraga olib turgan. Demak, sokdan ko'mir bo'ladi bolalar. Ko'mir hamda Shincheseng enerji, ya'ni qayta tiklanadigan energetikamiz esa borig'i 5% ni tashkil qilgan ekan. Qachon? 18-yili. Va bu 30-yilga borib turib Pyeonhwa o'zgarishlar, demak yadroviy energetika 28% ni, sokdan ko'mir 40% ni hamda Shincheseng enerji esa 32% ni, ya'ni qayta tiklanadigan energetika 32% ni egallar ekan deb kutilyapti. Xo'p, buning natijasiga ko'ra, qaysi natijalarga ko'ra bu 32% chiqib qoladi? Bu yerda beradi. Shincheseng enerji, ya'ni qayta tiklanadigan energetikaning namunalari. Misol uchun, Taeyang enerji, quyosh energetikasi, Pungnok enerji, shamol energetikasi hamda Chiyol enerji esa ya'ni geoternal, biz o'zbek soddaqlatadigan bo'lsak, issiqlik yer osti, ya'ni yer ostidan issiqlik chiqishi. Ushbu orqali demak energetikalar qayta tiklanadi va 32% ni egallaydi. Qachon? 30-yilda. Xo'p, endi samaralarini ko'rib chiqamiz. Kongi chil keson. Mana shularning natijasiga ko'ra havoning sifati yaxshilanar ekan. Shuningdek, se ilchari changchul, yangi ish o'rinlari yaratiladi ekan. Xo'p, endi bularni qanday yozgan? Ko'ramiz bu yerda. 에너지 정책 연구소에서 신재생 에너지 비중 변화에 대한 조사를 실시했다. Ya'ni kim demak energetika siyosati tadqiqot markazida qayta tiklanadigan energetikaning ulushining o'zgarishiga doir nima qildi? So'rovnoma o'tkazdi.
현황 holati. 조사 결과에 따르면 2018년에는 석탄이 54%로 가장 높은 비중을 차지했으며 이어서 원자력은 41%, 신재생 에너지는 5%에 불과했다. 그러나 2030년에는 석탄은 40%, 원자력은 28% 줄어들고 신재생 에너지는 42%로 대폭 늘어날 것으로 예상된다. Yani tarjima qiladigan bo'lsak, aytiladi. So'rovnoma natijasi yondashadigan bo'lsak, 18-yilda ko'mir elektr foizga eng ko'p demak ulush bilan egallagan bo'lib, davom etamiz. Bu yerda nima? Yadroviy energetika esa 41%. Qayta tiklanadigan energetika esa 5% gina bo'lgan xolos. Biroq 30-yilda ko'mir 40%, yadroviy energetika 28% ga kamayadi va deyapti qayta tiklanadigan energetika esa 32% ga kattakon ravishda o'sadi deb kutilmoqda. Xo'p, shu joygacha demak sizlar bilan qaysi nimalardan foydalangani o'zgartiradigan bo'lsam, ESOdan foydalangan, to'g'rimi? Shuningdek, ET ham cho'sarilishda demak bu qoliplar. Xo'p, demak bu ham qolib. Odatda qizillab belgilarda men hozir ko'k deb beryapman. Demak, E'nin deb beryapti. 로 가장 높은 비중을 차지했으며 이어서 degangacha demak bu qoliplar. 원자력dagi innin aniqlik qo'shimchasi hamda 신재생 에너지는dagi aniqlik qo'shimchasi gagina xolos degan grammatikasi pulgo'yetda. Hop, biroq qo'shimchamiz ham bor ekan. 30-yildagi E'nin qo'shimchasi 석탄은 40%, yana aniqlik qo'shimchasi, mana B qo'shimchasi va qo'shimchasi, yana 는 로 대폭 늘어날 것으로 예상된다 hammasi qolib bo'ladi. Qolganlari tayyor o'zi shu matnda berilgan xolos. Shuningdek, ushbu videomiz demak 21-video bo'lsa, YouTube tarmog'iga ham qo'shiladi. YouTube tarmog'i orqali ko'rayotganlar ushbu to'liq video darslar bor. Sababi oxirgi video darslar hisobda bu. Ismatov 0509 yoki Telegram orqali 833 32 53 orqali SMS yozishlar mumkin. Bu Telegram. To'laqonli video dars haqida demak so'rab surishtirishingiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. 신재생 에너지의 예에는 태양 에너지, 풍력 에너지, 지열 에너지 등이 있다. Yani bu yerda aytiladi qayta tiklanadigan energetikaning misolida quyosh energetikasi, shamol energetikasi, yer issiqlik energetikasi singarilar bor deb beryapti. Sodda qilib beryapti. Mana shularga misol keltirishimiz mumkin degan maqsadda. 이처럼 신재생 에너지의 비중이 증가하면 공기의 질이 개선될 뿐만 아니라 새 일자리를 창출하는 효과도 기대할 수 있다. Yani bu kabi qayta tiklanadigan energetikaning demak ulushi o'ssa, havoning nimasi sifati yaxshilashibgina qolmay, yangi ish o'rinlari yaratilish samarasini ham umid qilishimiz mumkin deb 293 ta bo'g'in yozdim deb beryapti. Menimcha buncha bo'g'in bo'lmaydi. Где-то 270 atrofida plus minus bo'g'in bo'ladi bu. Xo'p, endi bu yerda nimalardan foydalangan olib qo'yamiz. Yenin demak qo'shimchasi tың이 있다dagi bu bor. Enerji 비중이 bu yerda o'zi beryapti. 증가하면
mana grammatika bu yerda. Bu yerda bu grammatika va so'zlarda qo'shilyapti. Bu qolpadi qo'yyapti. Xo'p, mana o'quvchilar, bu bizdagi tayyor berilgan 7-bo'limdagi 53-sigirning namunasi. Endi sizlar bilan nima yozamiz? Mana shu diagrammani yozamiz, grafikani. Hop, kelyapti, oldin shu olamiz. Asosiysi shunish. Xohlasangiz videoni stop qiling. YouTube tarmog'i, Telegram tarmog'ida kuzatayotganlar, umuman boshqa bir kuzatayotganlar qayerdan bo'lmasin, mustaqil yozing, screenshot qilibmi, to'xtatib olib, keyin birga tahlil qilamiz. Bu yerda demak, Chosakigan so'rovnoma markazi o'tkazgan joyi bor va uni nomi Senhal Munha Yonguso. Ya'ni kundalik madaniyatni tadqiqot markazi, ya'ni kundalik yashash madaniyatining tadqiqot markazi, demak, so'rovnoma o'tkazyapti bu yerda. Chosa desang bor ekan, qatnashuvchilar so'rovnomaga Sojushi jumin 300 ming. Soju shahri aholisining 300 tasi, demak, bu so'rovnomaga ishtirok etgan nomzod sifatida. Qaysi mavzu bo'yicha desangiz, Munha Senhal Hyongte, ya'ni madaniy turmush tarz holatiga doir so'rovnoma tuzilgan. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda musiqa, raqs va turli xil aloqalarni beryapti. Xo'p, bu yerda yozadi. Eng katta foizi 44%. Chexom program chamyo. Chexom degan so'zni bilasizlar o'quvchilar, ya'ni birinchi marta inson o'z ustida sinab ko'radigan tajriba. O'zga yot bo'lgan biror bir madaniyat yoki biror bir tajribani o'z ustida sinab ko'rishga nisbatan tajriba deb tarjima qilinadi Chexom. Ya'ni shu tajribalar, programmalarga qatnashish. Keyingisi 33% esa ikkinchi o'rinda Kongyong Kamsang, ya'ni tomoshalar, konsertlardan zavqlanish sifatida 33% ni bizga bermoqda. So'ng esa 23% esa Chonshi Kwallam, ya'ni ko'rgazmalarga tashrif buyurishni ham bermoqda. Xo'p. Bu tomonda tahlil qilib bo'lganimizdan so'ng biz o'tamiz, ya'niki Munhwa Senhare Yuhyong, ya'ni madaniy turmush tarzining kategoriya sifatida 3 xil beryapti. U ham bo'lsa Chamyohyong, Kamsanghyong, Kwallamhyong, ya'ni ishtirok etish turi, ta'sirlanish turi hamda tashrif buyurib tomosha qilish turlarini beryapti. Xuddiki mana bu yerda berdi-yu, 3 xil holatda energetikalarni xolos berib qo'ydi-yu. Biz ham shuni oddiy qilib bersak bo'ladi. Va oxirida buni ham yozib bo'lganimizdan so'ng Munha Senhare Hyogwa, madaniyat turmush tarzining samarasi sifatida 2 xilni beryapti. Birinchi o'rinda keyinchok, ya'ni shaxsiy sifatida, shaxsiy tomonlama Munha Kamsusong Paldal, Tayanhan Munha Kyonghom, ya'ni madaniy sezgilikning rivojlanishi, madaniy zavq olishning rivojlanishi deyapti va turli xil madaniyatlardan tajriba ko'rish ortib bor ekan, ya'ni shaxsiy sifatda, yakkalik sifatda. Misol uchun men o'zim shu narsalarga qatnashishim davomida, mana shu 3 so'z qatnashim davomida yana ham ko'prog'ini bilishni xohlayman ekan. Sezgirlik qobiliyatim, demak, zavqlanishim oshib bor ekan. Va ikkinchi sifatda sahiy ijtimoiy jihatdan esa Munha Sanop Halsonghwa, ya'ni madaniy turmush tarzining sanoati nima bo'lar ekan? Halsonghwa faollashib bor ekan. Ya'ni ish o'rinlari paydo bo'ladi. Qaysiki mana shu odamlar tajribalarni insonlarga tajriba qilish sifatida qaysidir insonlar tashkil qiladi, to'g'rimi? Natijada faollashadi. Nima? Sanoat. Qanaqa sanoat? Madaniy. Tushunyapsizlarmi? Demak, buni biz yozib chiqamiz, o'quvchilar. Hop, demak, screenshot qo'ygan bo'lsanglar yozishlari mumkin. Menda pastroqqa tushirmasam bo'lmaydi. Hop, demak, boshladik. Bizda Senhal Munhwa Yonguso
Mana shu joy markaziyda. Endi bunga nima qo'shamiz? Eso qo'shamiz. Eso soju 서주시 주민 300명 300명을 대상으로 demek 문화 생활 형태 bu sarlavhasida bu mana shu mavzuga oid. 형태에 nima? 대한 설문조사를 nima qildi? 실시하였다. farqi yo'q. yaxshi. 조사 결과에 따르면 문화생활 형태 얘기해보자 볼라. 문화생활 형태는 endaman 44, 34, 23 yozishimiz kerak bo'ladi. 형태는 체험 프로그램이 이렇게 프로그램 özür 프로그램 참여하는 참여도 하다 qo'shishimiz kerak. ishtirok etadiganlar deyishimiz kerak. 참여하는 ishtirok etganlarning javobi ingdabi nechi foiz edi? 44. 44%로 eng ko'p yuqori keladi. 가장 높은 것으로 tushamiz vasga. 높은 것으로 나타났다. nuqta. 이어서 davom etamiz. 이어서 공용 감상이 33%. virgül 전시 3. qator yaptı. 전시 관람이 23%로 undan keyin o'rin keladi. 뒤를 이었다. nuqta. Xo'p, endi kelinglar shu yergacha biz demak yozib bo'ldik. Mana shularni yozib bo'ldik bolalar. Nimalardan foydalandik? Qanday qoliplardan foydalandik? Doimo eso bor. 명을 대상으로 so'zimiz bor. 형태에 대한 설문조사를 실시했다. 조사 결과에 따르면 demek qoliplar. demek aniqlik qo'shimchasi. 참여하는 응답이 demek bu grammatika hamda so'z 가장 높은 것으로 나타났다. 이어서 demek 공연 이해lik qo'shimcha qo'shildi hamda 전시 관람ga igelik qo'shimchasi qo'shildi. So'ng bu ham demek qolib bo'ldi. Mana yozib bo'ldik-a? Hop, demek endi navbat o'ng tarafda tepaga hali 3 tani 참여형, 감상형, 관람형 yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, demek 이처럼 문화생
문화생 생활의 유형은 아니 둘라를 참여형 very good 감상형 감상형 관람형 관람형으로 아자답 görüşümüz mümkün. 나누어 볼 수가 있다. 볼 수 있다. 볼 수 있다. nokta. Demek biz bolalar mana buni ham yozib bo'ldik. Ya'ni nimadan foydalandik? Mana tab kirish bilan boshladik. Ya'ni ichoromdan keyin qanisan? Mana ichorom dedik. 문화생활에 demek 유형은 bular bor edi qolganlar. Hammasi bor. Demek iro nanuo 볼 수 있다 deb demek yozib oldik. Nuqta bo'ldi. Eniga navbat bolalar oxirgi kategoriya, ya'ni samaralar sifatida. Samaralar sifatida demak biroz kengroq yozishimiz kerak. Ya'ni bu kabi bu singari irohan 문화생활을 효과 deb boshlaymiz. 문화생활 qiladigan bo'lsak, samarasini quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Misol avvalo shaxsiy jihatdan manday bo'ladi deymiz, keyin ijtimoiy jihatdan esa bunday bo'ladi deymiz. Xo'p, 이러한 문화생활을 하면 생활을 하면 다음과 같은 사만할 görüşümüz mümkün bo'ladi bolalar. Shunchaki ko'chirib qo'yishdan ko'ra gapni olib qochib kiringga ketishimiz yaxshi. Yogaga itta. Batafsil tushuntiryapmiz-da. Mana endi avvalo 먼저 개인적으로dan boshlaymiz mana. Shaxsiy jihatdan. 개인적으로는 문화 감수성이 발달하며 다양한 문화를 qilishimiz mumkin. Tajriba, 경험해 볼 수 있다. Gapilar mana holatda yurgan bo'lsa, nuqtani pastga emas, tashqariga qo'yganingiz ham ma'qul. Shunday kitoblarda berilgan. Hop, endi birinchisini yozib bo'ldik. Endi ikkinchisini yozishimiz kerak. Shuningdek, to'han 사회적으로는 문화산업을 활성화 시키는 사마라스 뭘 효과가
ga itta nuqta. Va bizning jami bo'lganimiz где-то 287 tacha bo'ldi. Sabab bu tomonda 12 ta bor, bu tomonda esa 25 ta bo'ladi. Jami 300 ta bo'lgan bo'ladi. Xo'p, endi nimalardan foydalandik? Buni dumalab qo'yamiz. Iroham bilan boshladik. Bu tabiiyki. Hop, kirish qismini qildik. Mana bu joyda grammatikadan foydalanib quyidagicha deb demak qattan yo'g'asiga itta deb yozdik. Avvalo keyinchog'ironin bunha kamsusongi bu yerda i qo'shilibdi. Egalik qo'shimchasi. Pardal ham yo'q grammatika. Sabab miyo qo'shimcha orqali keyinchokda ikkinchi qatorda tayanhan munxaril deb ketyapmiz. Mana bu yerda to'ldiruvchi qo'shimcha qo'shilibdi. Va kyonhomda hadasini qo'shib turib, polsu itta qilib bunda beryapmiz. Shuningdek, sahiy chogironin, ya'ni aniqlik qo'shimchasi, bunga sanobil shikida faollashtirishi hyogoa ga itta deb demak yakunlaymiz. Mana aziz o'quvchilar, endi bunisini ham yozib bo'ldik. Xudo xolasa sigi uchun, ya'ni o'shib sambol bir chekkadan yozilgan sigi modingotning demak 51 ni tugatdik, 52 ni tugatdik va 53 larni ham tugatdik. Agarda sizlarga mana shunday to'liq video dars kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol Telegram manzilimiz orqali yozishingiz mumkin bo'ladi. Boya yozib qo'ydik videoda. Bir chekkadan ko'rib, siz ham demak yozishni to'liqonli bir chekkadan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan men Ismat Muhammad Ali bo'ldim. Yangi bir video darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.